Masalan, men qarshiman. Rasm bo'lish kerak. По-любому nima yemoqchiligingizni, qanaqa ovqatligini bilishingiz kerak-ku. Hozir reglament bo'yicha mutaxassis aytayaptiki, o'zi restoranda rasmiy menyu bo'lmasligi kerak. Sabab ofisiant shunaqa tushuntirish kerakki, tushuntirgan odam yegisi kelishi kerak. Lekin u bizdan o'zbeklarga to'g'ri kelmaydi baribir. Men shaxsan o'zimga ham rasmni bo'lgani ma'qul. sizlar yozinglar, rasmli menyu har doim manfaatli. Chunki nima yemoqchiligingizni mana ko'rishingiz kerak. Xo'p, razmeri qanaqa, nima. U tasavvur qilgandan ko'rgan bir yaxshi-da. To'g'ri, akalar. Xanate restoraniga keldimda, imенно mana shu yoqqa kirganda 3 ta ovqatni men sizga tavsiya qilaman. Birinchisi barak, miksi bor. Ikkinchisi g'injima shashlik degan shashligiga bor. O'zimizdan qiyma shashligiga o'xshaydi. Uchinchisi burger. Bularning o'zini firminniy ovqati. Keyin menga yozib qo'ying, Bekzod, mana shu sani ko'rib keldim-da, mana shu ovqatlarni yedim-da, yo yomon, yo yaxshi degan narsani aytinglar. 99.9% holatda menga rahmat aytasiz inshaalloh. Siz olib kelgan nechta odam bo'lsa, cherizdan keladi. Sanjar. Hammasi? Hammasi. Kimni mana shu yoqqa olib kelgan bo'lsam, постоянный klient bo'lgan. Birinchisidan ovqat mazali, ikkinchisidan ovqat menyuda ko'p, naymovayda ko'p, har safar har xil narsa olasiz. Uchinchisidan servis yaxshi. И обязательно yozing, restoranni menyularida rasm bo'lish kerakmi, yo bo'lish kerak emasmi? Men lekin anu reglamentiga tupurganim bor. Men uchun rasm bo'lish kerak. Qimmat restoran bo'ladimi? Arzon restoran bo'ladimi? Men uni nimaligini, nima yemoqchiligimni bilishim kerak, ko'rishim kerak. Siz fikringizni обязательно yozib keting.